Qiz keltirish kelishimi. Abdori G'ayrat O'shur. Ma'mi ishon Shamsiya. O'ladigan ish bo'lsa-mu, sen bilan cho'qim birga o'laman. Shu mehizlik qilma Shakir. Men bilaman. Cho'qim bir o'qishmaslik bor. Men ularning siz keselgan deginidan emas, qizlik ish bitimga tajovuz qilib so'rgan savollardan o'shimni yo'qotganman. G'urur degan mana mushu. O'lim xabarini anglaganda pisantiga olmay, o'zining iffat or-nomusining bo'hton tajovuzga uchraganini anglaganida o'zini tutib olmaganligi bizning Uyg'ur qiz juvonlarimizning asosli axloqi edi. Nadim paydo bo'ldi bir turkum nokaslar millatimizning yuziga dog' surkab, yuzimizni tushratdi xolos. Bo'ldi, o'zing gap ketma. Ularning undaq savollarni so'rashi kasbiy xizmatlardan Shamsiya, dedi. Men Shamsiyaning undaq kasal chiqmasligini umid qilardim. Kasal bo'lgandimi, qaysi yuzim bilan uni tashlab keta olayman. Yurgim bir narsani sezgandek qiladi. Shamsiyaning bayotin qilgan so'zlari yuragimga malham bo'lib, orzularimning reallikka aylanishidan umid ekeldi. Uydagilarga demagansan? Yo'q, demadim. Yaxshi qipsan, ularni avar qilmayli. Ular nima deb qolgandi? Ikkimizni bir kecha nega yo'qoldi deb o'ylaganmidi? Uningda xotirjam bo'l. Ro'shangulga deb uyingdagilarga telefon og'izvatdi. U uyingdagilarga bugun kecha Shamsiya bilan birga qo'nib mungdishib olay. To'y qilib kelsa, bundaq fursat kelamdi yo'q degandek gaplar bilan aldab qo'yibdi. Yana texi hozirdan boshlab Shamsiyaning telefonini atatigangacha musodir qilib oldim. Bu mislar sig'inib qilib, telefon qilib ap ketmanglar debdi. Shuning bilan telefoningni etivatdim, dedim. U qo'limni qo'yib berdigandek emas, dedim men. Tuyuqsiz biri. Ey. Bu yerda qo'linglarni buncha silishib o'tirib ketmasanglarmi? Necha kundan keyin bir-biringlar qiynalotdinglar emasmi? dedi. Qarasam Muratga. Uning chaqchaq qilib kirib kelishi Shamsiyani shunchalik jiddiylashtirdiki, qo'lini qo'limdan tiz tortaman deb qo'lini tomga tekkizib oldi. Uning chiroyining qizarg'ini yig'lig'andagi sulg'in chiroyda monumen deb bilindi. Kechiringlar. Bu oshiq-mashqlarning bir yotoqda ekanligini bilgandan keyin eshikni chekib bitib kirishim kerakdi. Sat bo'ldimi? Yo'qay. Ahvoling yaxshi-da, adash. Qayerdan paydo bo'lding deb qo'ymaysan. O'zlarini cho'ng ko'rib, tekshirish natijalaringni ufqay deb kechilab berib o'zim keldim. Cho'ng chatoq yo'q ekan. Oldirmasang 1-2 kun yetib chiqarsangmi? Oldirsang hozir chiqarsang bo'ldi. Charchab ketgan o'xshaysa adash. Demilishga diqqat qilsang bo'ldi. Murat shundoq deb bo'lib, "Ma u tekshirish natijalaringni ko'rib baqsin" deb og'ash kirgandim. Ko'rib baq. deb bir qancha varaq qog'ozni Shamsiyaga tutqizib qo'yib, "Unda men chiqay. Jiddiy qutqizatgan bir keslim bor-da. Chiqibli kiray. Men nashlig'inglar mendan jiba. Ayol bo'lmayli kirman. Baqida" deb chiqib ketdi. Shamsiya xijolatdan bo'lsa kerak, Muratdan ahvol so'rashgan petnamadi. Murat nerdan paydo bo'ldi endi? O'g'inish ketdi-kan, uchrashib qoldik shu. Seni bozor arlovitib yiqilib qoldi dedim. Undaqda Ro'shangulga nima deding? Nima deydi? To'ydan burun bir kecha o'rdoq berib tunaydigan bo'ldik dedim shu. U ishonmadi. Menimi birga operanglar deb turib-olganti, men o'zimiz yolg'iz tunaymiz, daxli qilmasang degandan keyin talabimga ma'qul bo'lib, uyingdagilarga telefon qilib, uchirni bergandan keyin menmi telefonni etivatdim. Bu mag'anada uning avor qilib kecha-kecha telefon qilib yurish muqarrar. Esimda bordi telefonni ichib qo'yay-a. U cho'qim telefon qildi-ku deyman. Bu sening doktor kirib qolganligini aytaydi. Shamsiyaga qarasam, qo'lidagi tekshirish qog'oziga tikilgancha qarab o'ltirib qoldi. Hayron bo'lib, qo'lidagi qog'ozni elib olsammi to'ymadi. Nim bo'lding ey? Qara Shakir. Nimaga qarayman? Men bu qog'ozdagilarni tushunmasam yo, tibbiy savat deganga ancha qiziqib ketmaymanmi? Mana buningga qara. Buningni meni sog' debdi. U tekshirish qog'ozidagi bir o'rinni ko'rsatib, "Meni ko'rdingmi?" deganda ko'zlarimga yaqin ekeldi. Yuragim xush xabardan bishorat oldi. "Nima deysan Shamsiya? Yiliq kasalni yo'q debdimi?" Shundoq Shakir, nijosat kasalni yo'q ekan debdi. O'zimni tutib ololmay, Shamsiyani tortib bag'rimga bosdim. Ko'zlarimdagi xushallik ishi uning sochlarini yuvdi.
bag'rimda Shamsiya Isa deb yig'lamoqda. U oldi bilan hoshini topdi. Bo'ldi qil Shakir, o'zimizni tutib olaylik. Ma'qul. Uni qo'yib etib sirtqa qardim. Bir-birimizga tasalli beramiz deb tong yo'rg'inni bilmay qopdimiz. Mush atrofda bir nashtliq bak o'xshaydigan bir yabatdi. Jindek saqlab tursanglar, kimimni almashtiribdi kire. Shamsiya, siz endi ma'nolaydigansiz? Deb javobni kutmay chiqib ketdi. Uning Shamsiya, siz endi ma'nolasiz degan so'zi meni ajablantirdi. Shu asnoda telefonim sayrab ketdi. Qarsam Roshangul uribdi. Nadaslar? Xalq doktorxonasining jiddiy qutqizish markazida. Bir shumliqni ko'nglim tuygan edi zodi. Men hozirla borman. U shundoq debla telefonni qo'yib etdi. Shamsiya qarsam, uning bayotin qoltidan qilcha asar yo'q. Chiroy nurlanib qopdi. Qanday qilamiz? U ikkisiga bo'lgan ishlarni damdoq. Qani, ahvol qarab baxmamdoq. Uning ko'p gap qo'g'iz kelmagan chig'i shunchilikli javob berdi. Muratning yaxshi bir joyni bilaman degani kichikli bir choyxona edi. To'timiz choyxonaning tor o'rindig'ida qisilib, bir-birimizga qarab o'tirib choy ichishdik. Choyxonada odam ko'p bo'lgani uchun ko'p gap qilmay choyga daxil bo'ldik. Nashtiligi yomon emas ekan. Charchigan bo'lsaqmi, umidning tug'ilishi ishtahani ochdimi, aytavur ko'proq qizolandim. Shamsiyaning ishtahasi ichilib qolgandek qiladi. Sirtqa chiqqanda Roshangul: Bu saharda aylanib yursakmi sat turdi. Yuringlar, bizning uyga boramiz. Mendan boshqa hech kim yo'q. Qiz keltirish kelishimi davomlashmoqda. Uning uyi bir dacha edi. Dadisi savdo ishi bilan chiqsa, o'ltirib qo'pish uchun olgan ekan. Hozir Roshangul Urumchida bo'lgani uchun shu turib atadi. Ey, bu uyda qo'rqmay qanday o'tirdigansa? Bu yolg'izlikda jinga hamroh bo'lib o'tiramsa bu yerda? Muratning bu uyga tunji kelishi bo'lgani uchun hayronlikda so'rdi. Nimadan qo'rqatdim? Ko'nib ketdim bo'g'ay, yolg'izlik xayolimga kirib chiqmaydi. Roshangul yolg'izlikni tilga olganida men qarab qo'ydi. Balnusga kirib qolgudek nima bo'lgandi? Tunagan desanglar men hamroh bo'lib qarishib emasmidim. Uyda yolg'izligimni bilgandan keyin meni ansirab uyda o'ltira olammi deb qo'ysanglar bo'lmasmi? Kechacha uxlamay telefon qilib chiqdim desa, telefonni e'tiborimni ko'ray. Shu seni avor qilmay debchi. Aras, eliqi kasalliklarning oldini olish punkti chiqarib bergan tekshirish isboti inoladi bordi? Uni sen qandoq bilding? Taajjub bilan so'radim. Shamsiyaning chiroyi xijolatdan shunchalik qizarib ketdi. U yerga qarab o'ltirib oldi. Qandoq bilatdim? Tunigun sizlarni akelganlar davolashga yordam bo'lib qolarmikin deb berib ketgan. Muratning bu deganidan hamma ishlardan xabardor ekanligi bilindi. Yo'shirishning hojat qolmagan edi. Undaqda bilib turib, yana nima deb tekshirib yurysizlar? Shu, asli tekshirib yurmay, o'shiga kelganda yuqumli kasallik doktorxonasiga yo'llab berish lozimdi. Lekin menda gumon bo'lg'achqa, kechilab tekshirishning natijasini chiqarg'izdim. Deganimdek bo'ldi mana. Gumon qolmasin deb tibbiy universitetga savodoshlarimga deb uyadim tekshirib etdim. Natija o'xshash saq ekan. Murat so'zlayotganida ko'zlarimga burun uni ko'rib boqmagan odamdek, hattoki Xizrdek ko'rinib ketdi. Sen nimadan gumonlanib shunda qildi? Nimadan gumonlandim adash? Men shuncha hurmat qiladigan, hamma tal tepiladigan bir qizning mushundaq nijosat kasalini yo'shirib, to'y qilman deb yurishiga ishonmadim. Shamsiyaning pokligiga ishnatdim. Chunki u mening uzun yillik savodishim va xizmatishim tursa, men uni tushunmay qolamanmi? Yana biri Shamsiyaning diagnoz qog'ozida AIDSning oxirgi bosqichidagi natijaning yozilganligidan gumonlanib shunda qildim. Kesal bu bosqichga yetganda uning kesilini yo'shirib, saq yuralishi mumkin emas. U shundoq deb gapini tugatdi. Nima deyishyapsizlar? Hech bir gapinglarni tushunmadim-ku. Roshangulning bu gapi kulkamni keltirib qo'ydi. Uning bo'lgan ahvolni bir qo'r tushundirdik. U bakla hayron qilib: Ziyonkashlik. Bir ziyonkashlik qilgan gap. Cho'qim aniqlamay bo'lmaydi, dedi. Muratmi qo'shib: Men shunday o'ylayman. Tasodifiy olmishib qolgan deyishga bo'lmaydi. Ularning tekshirish tartibi shunchalik mukammalki, biri saxtlik ishlatmasa, hargiz olmishib qoladigan ahvol ko'rilmaydi. Undaqda kimni saxtlik ishilta? Savol bilan Shamsiyaga qaradim.
Shamsiya yanala beshini yerga qilib sangiltib o'ltirgan. Murat yana so'zladi. Cho'qim sizlarning to'y qilishinglar qarshi turadigan birisi tekshirish o'rindikilardan birini setib olgan bo'lmasa yana. Muratning so'zi tugishiga Ro'shangul. Cho'qim Aygul. Uningdan boshqa biri bunchalik razillik qilishni bilmaydi. Menmi shumikin deyman. Shumikin emas, cho'qim shu. Shu bo'z qanday qilamiz? Qo'limizda isbot bo'lmasa, na turib shu degili bo'ladi. Isbot? Isbot deganni biz topmaymiz. Qonun o'rinlari topadi. Dilo ma'lum qilayli. Hech bo'lmasa kasalliklarning oldini olish o'rindikilar obdan tushuncha berib, kechirim so'ramiz bo'lmaydi. Murat ishlarni atrofli o'ylaydi ekan. Bu gaplari menga yoqqan edi. Biroq gapimizni anglab berayotgan Shamsiya degininglar to'g'ridir balkim. Men shunday gumon qilaman. Aygulni qildimi deyli? U ishlarni aniqlab nima qilamiz? Uning qilganligini isbotlashning bizga nima foydasi? Bo'pti David deyli. Davron salsaq o'zimizga misat bo'ladi. Arz qilsak bu ishlarimizga cho'nglarni so'rab kiramiz. Men bu rasvoliklarni cho'nglar bilmasgan degan umidda. Biroq kasalliklarning oldini olish punktidagilarning tushuncha berishini cho'qim talab qilmasak bo'lmaydi. Shamsiyaning bu pozitsiyasi bizni hissiyotimizni besib olishga, pitning ochchig'ida chaponni o'tqa tashlamaslikka ko'ndirdi. Arzlik qilsak cho'nglarning bearam bo'lish turgan gap. To'tilimiz birlikka keldik. Kasalliklarning oldini olish punktidan tushuncha berishni talab qilish uchun shu yoqqa qarab yo'lga chiqdik. Menishdan burun Shamsiya meni yonga tortib, Shakir, Aygulni nimishqa qo'g'daydigansan deb so'rg'ingning borlig'ini bilaman. Umi bir ziyonkashlikka uchirg'ichi. Az kun saqla. To'y kuni bir hujraga kirganda barliq ahvolni sana aytib beraman. Sen anglashga taqozo bo'lib ketgan Aygulning akasi bilan bo'lgan ishlarni deb beraman. Qiz keltirish kelishimi davomlashmoqda.